Mening ismim Zebo. Yoshim 30 da. Bu gaplarni hozir men yuragimdagi og'irlikni yengillatish uchun xuddi o'zim o'tirib aytayotgandek hikoya qilib bermoqchiman. Turmushga chiqqan paytlarim erim juda mehribon edi. Bir qarashda bilinar edi, oilani qadrlaydigan, ayolini ko'z qarachig'iday asraydigan inson edi. Ishdan kelsa holimni so'rar, charchagan bo'lsam yordam berardi. O'sha paytlarda men o'zimni baxtli ayol deb his qilardim. Shu odam bilan qarib o'tsam ham mayli derdim ichimdan. Keyin farzandli bo'ldik. Avval birinchi bolamiz tug'ildi. Mas'uliyat ko'paydi, uyda shovqin-suron, uyqusiz tunlar boshlandi. Lekin men bularni baxt deb qabul qildim. Erim ham boshida xursand edi, ammo vaqt o'tgan sayin u o'zgarib borayotganini sezdim. Oldingidek gaplashmay qo'ydi, ko'zlari mendan qochadigan bo'ldi. Ikkinchi bolamiz tug'ilgandan keyin esa hammasi butunlay boshqacha bo'lib ketdi. Erimning menga bo'lgan munosabati sovidi. Oldin Zebo deb mehr bilan chaqirgan odam endi jimgina o'tib ketadigan bo'ldi. So'rasam charchadim, ishim ko'p deb javob berardi. Men esa o'zimni ayblardim. Balki e'tiborim kamdir, balki uy ishlari bilan uni zeriktirib qo'ygandirman deb. Bir kuni ichimdagi shubha tinchlik bermadi. Yuragim sezganday bo'ldi. Erim kech keladigan, telefonini yashiradigan bo'ldi. Savol bersam jahl qilardi. Oxiri haqiqat o'zini ko'rsatdi. U boshqa ayollar bilan yurgan ekan. Bu gapni bilganimda yer yorilib ichiga kirib ketkim keldi. 2 farzandim bor, uyim bor, lekin erimning ko'ngli mendan sovigan edi. Eng og'iri xiyonat edi. Men unga ishongan edim. Bolalarimning otasi deb, umr yo'ldoshim deb ko'rgan odam menga orqamdan zarba bergan edi. O'sha kunlari ko'p yig'ladim. Bolalarim ko'rib qolmasin deb yostiqqa yuzimni bosib yig'lardim. Ichimda alam, g'azab, uyat hammasi aralashib ketgan edi. Shu paytda men juda yolg'iz edim. Hech kimga dardimni ayta olmasdim. Ota-onamni xafa qilgim kelmasdi. Dugonalarimdan ham uyalardim. Shunaqa bir paytda qo'shnim bilan gaplashib qoldim. Avval oddiy hol ahvol edi. U ham dardimni sezganday, yaxshi bo'lasan deb yupatardi. Men o'sha payt aql bilan emas, yurakdagi og'riq bilan yashayotgan edim. Erimning xiyonati meni ichimdan sindirgan edi. O'zimni qadrsiz, keraksiz his qilardim. Biror kishi meni eshitayotganiga, tushunayotganiga muhtoj edim. Qo'shnim bilan gaplashishim ham shu ehtiyojdan tug'ilgan edi. Lekin keyin o'zimga kelib, Zebo, sen nima qilyapsan deb o'zimni to'xtatdim. Chunki xiyonatga xiyonat bilan javob berish dardni yengillatmas ekan. Aksincha, yurakka yana yuk bo'lar ekan. Men bolalarimga qaradim. Ularning beg'ubor ko'zlari menga kuch berdi. Hozir men o'sha kunlarni eslasam, bitta narsani tushunaman. Ayol odam ko'p narsaga chidashi mumkin, lekin beparvolik va xiyonat eng og'ir sinov ekan. Men hanuz kurashyapman, o'zim uchun, bolalarim uchun. Har kuni o'zimni tiklashga harakat qilyapman. Bu hikoyani aytishdan maqsadim o'zimni oqlash emas, balki men kabi dard chekayotgan ayollarga siz yolg'iz emassiz demoqchiman. Ba'zan yurak sinadi, lekin u yana tuzaladi. Muhimi o'zingni butunlay yo'qotib qo'ymaslik.